Agar yoshligingizda shu ishni qilgan bo'lsangiz, bitta like bosib qo'yasiz, aka. Qilmagan bo'lmasangiz, tut. Ha, ko'rasan. Kimmi esida maktab payti salatli non yerdik-ku, esinglardan. Bu bizani anaqa lavashimiz bo'lardi, oldin bor. Va hamdaqa pakelenali, menimcha tushunmasa kerak. Lekin 94, menimcha bir 98-yilgacha bolalar yegan bu salatli nonni, qani. Bismillah. Narxini ham ayting, biroq non nechi pul turadi, salat nechi pul turadi. Ayting. Non aytaman kelgan. Non bizni paytda, mana qaranglar. Yopgan non 75 so'm bo'lardi. 75 so'm bo'lardi. Salat ichiga to'ldirib berish bilan 100 so'm bo'lardi. Endi bizga paytda 25 so'mga non olinardi, yopgan non. 15 so'mga, 20 so'mga salat bilan qilib berishardi. Salat har xil qilib beradi. Sabzili, baqlajonli. Ya'ni bitta zo'r taktika bo'lardi. Bilsanglar o'zi bunaqa salatlarni karsda sotardi-yu. Biz borardik-da. Men buni eshib bo'ldi, bitta yeb ko'rib, men buni eshib bo'ldi. Hammasidan yeb chiqardi, o'g'ri. Bu videoni 98-yilgacha bo'lgan do'stlarni hammasiga jo'natib qo'yinglar.